2026 yilgi Chevrolet Captiva bu zamonaviy dizayn, texnologiya va qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod crossover avtomobili. Yangi Captiva tashqi ko'rinishida o'zining dinamik va sport uslubini namoyon etadi. Keng radiator panjarasi, LED old chiroqlari va aerodinamik shakldagi kuzovi bilan u yo'lda e'tiborni o'ziga qaratadi. Salon qismi esa yanada zamonaviy va qulay tarzda yaratilgan. Ichki qismi yuqori sifatli materiallardan ishlangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik ta'minlaydi. 7 o'rindiqli konfiguratsiya oilaviy foydalanish uchun ayni muddao. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yuk joyini kengaytirish imkoniyatini beradi. Texnologik jihatdan ham Captiva ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Unda 14 dyumli sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari, avtomatik iqlim nazorati hamda orqa ko'rish kamerasi mavjud. Shuningdek, yangi xavfsizlik tizimlari, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, to'qnashuv oldini olish tizimi va 360 darajali ko'rish kamerasi kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Motor variantlariga kelsak, 1.5 litrli turbo benzinli dvigatel asosiy variant sifatida taklif etiladi. U samarali va tejamkor bo'lib, yo'lda barqaror harakatlanish imkonini beradi. Avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlovchi bu dvigatel shahar va uzoq masofalarga mo'ljallangan mukammal tanlovdir. 2026 yilgi Captiva nafaqat tashqi go'zalligi, balki ichki texnologiyasi, xavfsizligi va qulayligi bilan ham o'z sinfidagi eng raqobatbardosh modellar qatorida. U oilaviy hayot uchun, shuningdek, zamonaviy haydovchilar uchun mos bo'lgan universal crossover hisoblanadi. Agar siz yangi avlod qulay, kuchli va zamonaviy suv izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Captiva bu siz uchun ideal tanlov.